Tezkor xabar azizlar, Toshkent ko'chalarida Yandex roverlari, ya'ni Yandex dastavka robotlari ish boshlashi haqida ko'plab ma'lumotlar kelib tushmoqda. Xo'p do'stlar, albatta bu hozir edi boshidagi o'sha Toshkent shaharlarida yurgan robot dastavщики haqidagi o'sha kadrlarni biza shunaqa bo'lish ehtimoli bor degan nuqtai nazardan ko'rsatdik. Aslida bu o'yinchoq. Yandex kompaniyasi ishlab chiqarilgan o'yinchoq pultda boshqariladi. Va aynan shu o'yinchoqni hozir biz sizlar bilan birga raspakovka qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Korobkani juda ham zo'r ishlashibdi, lekin juda ham puxta ishlashibdi. Qoyil. Agar kimgadir sovg'a qiladigan bo'lsangiz, sovg'a tariqasida ham juda ham chiroyli-da. Xo'p. Demak, доставляет радость deb yozib qo'yishibdi tepasiga. Bu demak xursandchilik olib keladi degani. Mana qopqog'ida yozilgan, xursandchilik olib keladi. Xo'sh. Komplektida ikkita batareya pulti uchun. Atverka. Buni nima uchunligini bilmayman, hozir ko'ramiz endi. Mana bunaqa pulti bor ekan. Bitta joystigi bor ekan, yonida mana knopkalari bor ekan. Bu yerda yoqish, o'chirish. Bu yoqdagilarni endi bilmadim hali nimagaligini ko'ramiz. Mana endi atverka nimaga kerakligi ham aniq bo'ldi. Mana bu yoqqa batareyani qo'yish uchun. Xo'sh. Batareyani o'rnatdik. Qaytib burab qo'ydik. Bo'ldi. Shu bilan demak joystigimiz ishga tushgan bo'lishi kerak. Bismillahirrohmanirrohim. Mana endi o'yinchoqni o'zini chiqaramiz. Mana o'yinchog'imizni o'zi mana shunaqa. Demak kitobchasi bor, instruksiya. Quvvatlash kabeli mavjud. USB-A, USB Type-C. Burada boshqa hech narsa yo'q. Bori shu. Hop. Qutini yopib turamiz. Qani? Bismillahirrohmanirrohim. Demak, tegida mana murvati bor. Tushunishim bo'yicha ishga tushiradigan o'yinchoqni. Murvatini yoqamiz. Mana orqada chiroqlari yondi, demak ishga tushgan bo'lsa kerak. Oldida mana farallar ham yonar ekan. Xo'p. Bu yoqda mana yoqish tugmasi bor. Bosamiz. Mana bu yoqda ham demak farasi yondi. Qani endi bismillahirrohmanirrohim. Haqiqiy dastavщик robotlarga o'xshab mana mamtda demak o'sha qopqog'ini ochish tugmasi bor. Mana qopqog'ini ochdik. Endi qopqog'ini yopish tushunishim bo'yicha mana qopqog'ini yopdik. Xo'p, yurishi. Qo'y. O'zi ham tankaga o'xshab burilib qo'yar ekan. Juda tez yurar ekan lekin. Ehtiyot bo'lish kerak. Buni uyda bolalarga beradigan bo'lsanglar, birinchidan juda ham shovqinli ekan, ya'ni tinchlik bo'lmaydi uyda. Ikkinchidan juda ham tez yurar ekan. Ishlab chiqaruvchini bergan axborotiga ko'ra 25 metr atrofida, demak bu pultdan boshqarish mumkin bu robotni.
Men ochig'i, men bu antennasi ham chiqib tushsa kerak deb o'yladim, lekin unaqa emas ekan bu, demak, qo'ldan amalga oshiriladi. Yana o'sha aytganimdek, demak, 3 tagina tugmasi bor. Bittasi mana quvvatni yoqib o'chirish. Qani? Mana o'chdi. Bosib ushlab turish kerak ekan. Mana bosib ushlab turdik, o'chdi. Demak, mana joystick ishlamayapti. Endi bosib ushlab turdik, mana yondi. Mana qopqog'ini ochamiz. Mana qopqog'ini yopamiz. Shu ikkita knopkasi bor. Bu yerda endi joystick o'zidan ko'rsatganimdek mashinani o'zini boshqarish. Sal batareyasi o'tirgandan keyin sekinroq yuradigan bo'lsa, menimcha ancha qulayroq bo'ladi boshqarishga. Xullas do'stlar, agar mabodo shunaqa gadjet sizlarga yoqqan bo'lsa, ma'qul bo'lgan bo'lsa, izohlarni yozib qoldirishingiz mumkin. Bolalarga menimcha juda ham yaxshi sovg'a, uyga ham juda ham yaxshi sovg'a, ham o'sha hozirgi kunda bor dastavshiklarni formasida yasalgan, ham juda ham ajoyib. Endi ichida nimadir bir sovg'a ham bir xonadan boshqa xonaga jo'natib yuborsa bo'ladi. Bir sig'imi juda katta emas, chunki mana telefon ham to'liq sig'maydi. Kichkinaroq narsa bo'lsa, lekin jo'natish mumkin. Go'rt qutisini jo'natish mumkin. Yana bir kichkinaroq narsa jo'natish mumkin. Umuman olganda bunday rover robotlarni shaharda qachon yurish haqida hali ma'lumotlar yo'q. Yandex ham bu haqida hech qanaqa ma'lumotlar bermagan. Shuning uchun kelajakda paydo bo'lib qoladi. Yandex kompaniyasinikimi, yo boshqa kompaniyasinikimi, kimdir roverlarni olib kirib, shu narsani yo'lga qo'yadigan umidimiz bor, chunki bu qulay, albatta, yaxshi va zamonaviylik tomonga qo'yilgan yana bir bosqich bo'ladi deb o'ylayman. Do'stlar, agar mabodo sizlarga bu robot yoqqan bo'lsa va xuddi shunaqasini qo'lga kiritishni xohlasanglar, buni yo'li juda ham oson. Aynan shu videoga izoh yozib qoldiringlar. Bundan tashqari Telegram va Instagram kanallarimiz bor. Ularga ham obuna bo'linglar va yana bitta xuddi shunaqa robotni mana yangi salofanida, upakovkada pachka deb aytiladi hozir. Demak, yangisini biz o'sha obunachilarning orasida, izoh qoldirgan obunachilarning orasida 20-mart kuni o'tkazamiz. Demak, tanlovini robot sistema tanlab oladi bir izohni. O'sha izoh sohibi agar o'sha Instagramga ham, Telegram kanalimizga ham obuna bo'lgan bo'lsa, demak YouTube, Instagram, Telegram kanalimizga obuna bo'lib, YouTube'dagi mana shu videoga izohni qoldirgan bo'lsa, o'sha odam chaqirib shu sovg'a topshiriladi shu odamga. Demak, marhamat, nima fikringlar bo'lsa, taklifinglar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiringlar. Faqat izohda plyus yo zo'r ekan deb emas, bunda bir ma'nili, bir yaxshi bir izoh qoldirishinglarni so'raydik. Mabodo bir qanaqadir kamchiliklari bo'lgan bo'lsa, uni ham alohida ko'rsatib o'tishinglarni so'raydik. Like uchun ham rahmat, dislike uchun ham rahmat, yaxshi izoh uchun ham rahmat, kamchilik etib o'tilgan izoh uchun 2 karra rahmat. Shunga do'stlar, izoh yozib qoldiringlar. Omad hammaga yor bo'lsin. Rahmat, xayr.